O'rtoqlar, bemorimizda 14-kun termoplastlarni yechdi. Hozir o'zlarini samimiy tilaklarini, fikrlarini bildirmoqchilar. Xodijonga judayam katta rahmat aytmoqchiman. Burnim o'zimga judayam yoqdi. Men reально bu darajada chiroyli chiqadi deb o'ylamagandim. Nafas olishim ham вообще zo'r. Men 5 yil oldin avariya bo'lgan paytim travma olgandim. Shuning uchun nafas yo'limda problema ham bor edi. O'zimga ozgina ko'rinishi yoqmasdi. Hozir nafas olishim ham idealniy, ko'rinishi ham idealniy, вообще judayam zo'r, menga yoqdi. O'zi bularni Instagramda ko'rib yurardim. 3 yil oldin o'zi fikr tug'ilgan, burnimni qildirishim kerak degan, lekin ikkilanib yurib, mana va nihoyat zo'r xirurg tanlab afsuslanmayman. Judayam katta rahmat aytaman. O'zimga judayam yoqdi. Rahmat kattakon. Eslagam tavsiya beraman. Burningizda nimadir problema bo'ladimi yoki ko'rinishi yoqmaydimi? Bularni maslahat beraman, kelinglar. Rahmat kattakon.